Toshkentning markaziga juda ham yaqin masofada bo'lgan xonadonimiz bugun obzorda. Yaxshi uy qarayotganlar shu yerda bo'lsa yaqinroq kelib olinglar, men zo'r obzor qilib beraman sizlarga. Qani kelinglar. Bu xonadonimiz 77 kvadratdan iborat, 3 xona full upakovka, narxi juda ham zo'r narxda. Siz o'ylagandan menimcha arzonroq. Qarang, kirish qismi mamdan boshlanadi. Okamiz o'zlari uchun qilingan remont. Bilasiz, o'zi uchun qilingan remont juda ham sifatli qilinadi. Hammasi eng zo'ri qilingan. Kirish qismi ham joydan boshlanadi. Bu yerga bemalol kiyim-kechakni ilib qo'yasiz. Mana bu yoqda garderob xonamizda qilingan. Kelib ko'rishingiz mumkin. Qarang, bu yerda ham takoy kompaktni qilib qo'yishgan. Bu yerda shitlar, Wi-Fi hammasi joy tashlangan. Eshiklarimiz ham keladigan bo'lsa, eshiklarimiz ham juda ham sifatli eshiklar o'rnatilgan. Polni kafil bor joylar hammasi tepli pol qilingan. Oybek metroga 4 minutda shuni mashinada yetib borasiz. 100%. Kelinglar. Bu yerda sanuzelimizda joylashgan. Sanuzilni ham ko'ryapsizlar, anchagina katta, prostorniy qilingan, qarang. Hammasi sifatli narsalar ishlatilgan. Remontga tushunadigan odamlar o'zi bittada ko'rib bilib oladi. Bu sanuzelimizda bu yerda dush kabina qilingan, mebellargacha qarang. Kafel qilishgan. Bu ham hamma kafel qilmaydi, plastmassa qilib qo'yadi. Mebellar ham hammasi shular ham eng sifatlisi, yaxshi qilingan. Qani kelinglar. Mana bu joyimiz esa bolalar yotoqxonasi. Kelinglar. Bolalar yotoqxonasida batareya qilingan. Bu yerga bemalol ikkita karavot qo'ysangiz bo'ladi. Xolos bitta katta karavot yoki bu yerga pismini stol qilsangiz bo'ladi. Bu yerda mana oynamiz ochiladi, cho'tka qilingan. Qulxo'y xona bo'lganligi uchun cho'tka qilib, katta qilib oyna qilib qo'yishgan. Endi kelinglar. Mana bu joyda bemalol o'tirib, mягкий zona ochiladi, 9 paneli ham bo'ladi. Odam ko'payib ketsa, oilada bemalol mana televizor qo'yib o'tirsangiz ham bo'ladi. Endi oshxonani ko'rib chiqamiz. Oshxonani mana bu ko'radigan bo'lsangiz, mana yopiladigan oynali eshiklar qilishgan, juda ham zo'r qo'yishgan. Sifatlisi bu lof, qimmat turadi bu ham. Oshxonaga keladigan bo'lsa, oshxona ham anchagina qarang, kattagina. Bemalol mana 4 ta 5 tali o'tiradigan zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xolodilnik, mikrovolnovka, gaz, pech, hamma narsamiz tayyor. Bu xonadonimizda mana ko'rib turganingizdek, mana do'st, hurmatli obunachilar, dizayn proyekt asosida qilingan. Hamma narsa attido o'ylangan. Endi kelinglar, spalnini ko'rsatib chiqaman sizlarga. Bu yoqda esa spalnimizda joylashgan. Spalnimizda mana anchagina katta, ranglar zo'r tanlangan. Matraslarimiz ham juda ham yumshoq, sifatlisi qilingan. Bu yerda ham konditsionerlarimiz bor, shkaflarimiz ham bor. Mana bu yoqlar polностью obmanka qilib, NDFdan chiroyli qilib yopib qo'yishgan. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu xonadonimizda srochni sotilyapti. Markazga yaqin joydan arzonga uy qarayotganlar bo'lsa, maksimal harakat qilinglar, bu uyimiz sotilib ketib qolishi mumkin. Narxi keladigan bo'lsa, 110 ming startoviy davomimiz, pulingiz naqd bo'lsa, zo'r narx kelishtirib beramiz. Hammaga rahmat, hammalarni yaxshi ko'raman. Uyingizda o'tgan do'stlaring bo'lsa, uyimizni yuborib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.